bankada tushonka tayyorlaymiz. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Qozonni tepasida ko'p turishi yoqtirmaydigan insonlar uchun bu taom ayni muddao. Birinchi bo'lib mol go'shtining eng yumshoq joylarini bo'laklarga bo'lib olamiz. Men ichki son va kachalkadan foydalandim. Go'shtlarimizni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi unga tuz sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Birinchi bo'lib 5-6 ta yanchilmagan qora murch va bir dona lavr bargi solib, undan so'ng bankalarga go'shtlarimizni taxlaymiz. Suv umuman solmaymiz. Go'shtni o'zidan chiqargan suvi yetarlicha bo'ladi. Xohlasanglar ozgina sariyog' qo'shib yuborsanglar, yana ham mazali bo'ladi. Bankalarning qopqog'ini yaxshilab yopib, qozonga taxlab olamiz. Ustidan muzdek suv quyamiz. Ana undan keyin olovni yoqamiz. Shunda bankalarimiz yorilib ketmaydi. Pishish vaqti esa 7-8 soat. Taom tayyor bo'lguncha esa Rozimeto brendidan alpomish kolbasalari bilan dasturxonni bezatamiz. Alpomish mahsuloti ta'm kuchaytirgichlarsiz, sifatli go'shtdan, soyasiz ishlab chiqariladi. Yanada to'yimliroq va mayroq bo'lishi uchun esa unga tabiiy sariyog' qo'shib tayyorlangan. Asosiysi halol sertifikatga ega. Qozondagi suv kamaysa, unga faqat qaynab turgan suv qo'shinglar. Agar so'q suv qo'shsanglar, banka yorilib ketishi mumkin. Mana taomimiz pishdi. Endi uni laganlarga suzib, chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Taom tayyorlashni bilmasangiz ham bu taomni bemalol tayyorlay olasiz. Yaqinlaringizga, do'stlaringizga albatta tayyorlab bering. Yoqimli ishtaha.